Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me young girl. Endi biz to'pqa bo'linish uchun bugun kadr qish mezgili bo'lganlikdan men mana shu yerga har xil japroqlarni qo'yaman. O'sha japroqlarni o'zlari ustini tanlab olib, o'sha japroq orqali sizlarni to'pqa bo'laman. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use they tell I'm mellow. Ağlarla koy koylar, ben özü koyup çıkamın, Smiley'li bağlı çıkamın. Bilezimler kaysıda kanday bakayım. Sürüklerine kadar koyuyorum. Bayazın sureti o'ta keremet, buni qaranglar, qanday ademi to'liqtirib salib kelgan, mana qaranglar. Bizning sinfimizda Bayaz o'ta keremet sureti. Qalay sizlar o'zingizlar degan qanday ma'noni bildiradi, o'zingizlar ayta qoling. O'zingizlar kompozitsiya deganimiz barliqimiz to'xtatib qadrlashni qo'yib. Üç to'xtatib birlikda kompozitsiya jasaydi. Sababning maqsadi ko'ylakda kemikli kompozitsiya o'g'imiga tanishtiruv, ko'ylakda beynelarda o'g'imlar turmush istib berishdir. Shu to'g'ri birinchi to'pqa topshirma hozir musulga bo'lgani senga ne nasaylarni riyo, riyo, siya, riyo, qo'y Al, to'xtatib boshlaymiz. Ikkinchi to'pqa halilik materialimiz hozir o'z mezgili bo'lganlikdan va o'sha japroqlar ko'p bo'lganlikdan japroqlarni yana boshqa qaralar japroqlarni jumus jasaymiz. Sizlarga qisqar vaqt qo'ng'aylar jasaymiz. Jaraymi? Japroqlar qo'ng'aylar jasaymiz. Uchinchi to'pqa aplikatsiyamiz yani jaksırmalar texnikasını faydalanıp hayvanatlar bağını jasaymiz. Hayvanatlar bağını bilesizler oya. Neler var hayvanatlar bağında? Aytamam. Bazı zanlarlar türleri var. İkinci toplumumuzda tabii materyallerimiz Sarflarımızda soğukaylarımızı jasaladık. Mana ikinci toplumumuzda jasaladık. Yerlik sazlayıcımız Alanlar bağlar mana yerlik sazlayın Qanday jonivorlarni jasagan qalay jasaganlar ko'rinadi. Mana yerlik sazlayın jasaydi. Birinchi to'pinchimiz ko'beylikda jasauga bo'ladi. Qo'yadi, buni aqib qalay jasagan. Endi aplikatsiya uchun shu top berilgan aplikatsiya uchun mana aplikatsiya uchun turli qog'ozlar, qiyinlarni foydalanib o'tirib biz kompozitsiya jasaymiz. I don't know what got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to live it up, yeah, right, baby, yeah,
make it rain on it. Tie it up, put a chain on it. Make it Al balalar jasap bo'ldi. Qay to'p bo'ldi? Bir teshga qoldi. Al onda birinchi to'pdan boshlaymiz. Birinchi to'pqa qan maydan qanday taqdirda seni yurib tashlablar. O'zini kompozisiya qay taqdirda yetasiz. Maydan qasara chiqadi. O'tiramiz. Al endi men hozir bu speakerlarni o'z tanlayman. Kimda tanlay, kimga speaker jaqtirib, u o'zini jaqtirgan nedir? Naqotdan Ahmad naqotdan qo'rqatsam bo'ladi bizde baladan qo'rqataylik. Baynaz degan balaning bo'yi uzun ekan, baynazdan qo'rqataylik. Birinchi to'p bo'lma. Al endi o'zi meni speaker qistirgan o'quvchilar tayyorlanamiz. Birinchi to'pdan boshlaymiz. Birinchi to'pning jumlasi qani Yermek Sazben uy hayvonotlarini jasal. Bu yerga kuz vaqti bo'lganlikdan biz yaproqni tanladik. Yaproqdan misol uchun ağaç, janiga tulki, ko'rmasini misoli bo'ladi. Biz misol uchun to'rg'ay, janiga ağaç, janiga keri, janiga bizga tulki jasadik. Ko'rdilarda bolalar mana ikkinchi to'pdan jumsa qanday ekan? Qanday degan ma'no qo'yamiz? Birovdan yaxshi. Men qarda olmaymiz. Yo'q bizda jar hayvonotlar bag'am istedi. Misol jasad. Misol biz qanday yig'ib chiqarsak. Yeah, yeah, yeah. Put on me now. Botei a alfa, não estou com solidão. Devendo mais 3 horas, punem de solidão. O homem se é o tá todos fogão. Put on me now, now, now. Make me somehow. Walk it, you coming down. Oh, you're necessário, danço sensual. Oh, you're necessário, oh mami, nada mais just la final. Oh, you're necessário, danço sensual. Oh, you're necessário, oh mami, nada mais just la final. Iar eu mașină ca în mare, plutind pe valuri rătare, yeah. În timp ce dansezi ești prea, ești mult prea seducătoare, vorbe dulci și buze amare.